Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilarimiz. Bugun sizlarga narxi arzonlangan noskardan o'tganda to'dadagi burilmasdan, hop, to'dadan keyingi chap qo'lga g'izzavodlarni boshlanishida keyingi chap qo'lga burilib kirganda mana shu joyimizni 100 ming dollarga sotuvga qo'ygan edik. Bugun sizlar uchun v общем arzonlatib, juda ham arzonlatib sotuvga qo'ydik. Egalari aytishyapti, mana shu hamma jihozlar bilan, ya'ni uyimdagi bor hamma narsa, hatto qo'y, o'tgan safar aytdik-ku, qo'ylarimgacha beraman. Mana shu instrumentlar, mana hali blok chiqaradigan apparatlar, bular ham tursa kerak 3-4 ming dollar mana bunaqa konvertlari bilan. Xullas, mana shu narsalari bilan bergan. Yana orqa tomonda dunyoning mahsuloti bor menda deyishyapti. Ya'ni shu joyimiz zudlik bilan sotilyapti. İşlerini tanıştırib o'taman. Ushbu joyimizni manzili to'daga burilmasdan, yana batafsilroq bo'lsin, to'daga burilmasdan keyingi ko'chaga burilib, ikkinchi ko'chaga kirib kelganingizda mana shu joy. Hozir ichkariga kiramiz. Mana do'stlar, ichkariga kirishda mana darvozalari, darvozaxonalari yaqin 10 metrga 15 metrlik darvozaxonalari, mana uy xonadon egalari chiroyli qilib e'tibor beringlar, mana bunaqangi plitalargacha qilib qo'yishgan. Bitta uyga nima zarur bo'lsa, o'sha nima kerak bo'lsa o'sha narsalarni qilib qo'yishgan. Aka, umumiy nechta uy bor bu yerda? Ushbu xonadonimizda umumiy 7 ta uyi bor. Hammasi yashashga tayyor deyishyapti. Mana hozir xonadon ishlarini birma-bir sizlarga ko'rsatib o'taman. Mana ko'rishyapsizlarmi? Aboylar qilingan, bunaqangi tepalariga e'tibor beringlar. Chiroyli qilib gipsokardondan figuralarni qilib qo'yishgan, yaxshi aboylar qilishgan mana. Sotib ketaman deyishi, o'shaning uchun uncha-muncha narsalarni bo'shatib qo'yishibdi. Sotamiz, realniy sotamiz. Haligi aniq bir yaxshi puli bor odam kelsa, ishqibozi bo'lsa, arzonga berib yuboraman deyishyapti. E'tibor beringlar, mana bunaqangi joyda qarang. Aytyapman-ku, nima kerak bo'lsa qilib qo'yishgan. Hattoki bunaqangi basseynlargacha qilib qo'yishgan. Mana bu yerda zelyoniy zonaga joy qilib qo'yishgan. Bormi puli borlar, olaman deganlar. Mana xonadon ishlari, konditsionerlargacha bor. Mana bu joyda ayvonda ham bunaqa to'sishib chiroyli qilib qo'yishgan ekan. Eshikdan kirganimizda mana bu yer spalnilar ekan. Ko'rishingiz mumkin. Aytyapman-ku, hamma joylari yashashga tayyor holatda. Mana endi bunisini ko'ringlar mana. Bu yer esa 3-xonalari. Mana bu yer esa mana oshxonalari, mana e'tibor beringlar, mana hamma jihoz bilan beraman. Hech nima olib ketmayman deyapti. Hamma narsalar bilan beraman deyapti mana. 5-xonalari. Endi mana buni ko'ringlar mana. Mana bu joyda aytishyapti akamiz, polni teplый pol qilganman deyapti. Mana ayvonlarga, teraskani bunaqa to'sib qilgan jihozlariga, uyda, xonadonda go'zalligiga e'tibor beringlar. Mana bunaqangi mebel uголокlargacha bor ekan. Endi mana ular qaranglar, shitlarni, ya'ni ataplinaga moslab qilishgan. Bu yerda sanuzellari bor. Mana ko'rsatib o'tib ketyapmiz. Mana o'sha aytganimizdek, mana bu joyda qarasizlaring, mana teplый polgacha qilganman deyapti. Uncha-munchasi bunaqa teplый pol qila olmaydi. Teplый pollargacha qilganman deb aytishyapti. Mana bu oshxonalar ham shunaqa mana teplый pollargacha qilingan. Mana xonalardan ichkari xonalardan tashqariga chiqdik. Gaplarim ham ajib-ajib bo'lib ketyapti. E'tibor bermaysizlar. Mana aka, sotig'i necha sotig edi bu yerda? 8 sotig. Mana hovlidan agarodni ajratib qo'yishgan, mana bunaqangi tunikafon bilan chiroyli qilib qo'yishgan mana. Orqa tomonda mana mevali daraxtlari, makka, xullas mana bu hamma narsa qoladimi aka? Mana bu qozon, tovoq, o'choqlar ham? Ha, bu qozon, o'choq birovniki ekan. Xullas bunaqa gaz balon, bunaqa temir tesa, nima desalaring bunaqa xullas akamiz aytishyapti, hamma narsa qoladi deyapti. Hatto qo'ylargacha berasizmi? Kamoliddin aka, qo'ylargacha beramizmi? Bo'ldi. Mana qo'y xonalari, mana tepada 2 etajli qilib, tepasini somonxonaga, pastini nimaga moslab
qilishgan skladga moslab. Mana ichkarida akamiz aytishuvdi, mana hozir sizlarga yoqib ko'rsataman. Qani bismillah, Xudo o'zing turli xil yomonlardan saqlagin. Mana ichkarida bunaqa chok mashinalar, oho, bu yerda yaqin 10 ming dollarlik instrumentlar bor deyapti. Ko'rishinglar mumkin. Qanaqangidir qimmatbaho elektromotor, dvigatel shunaqa narsalargacha bor ekan. Xullas kalom, ushbu joyimiz manzilini qaytarib aytamiz. Xo'p, Tudaga kirmasdan Tudadan keyingi chap qo'ldagi birinchi ko'cha bu. Ko'chani boshida G'izzaotlarning boshlanishida chap qo'lga Tudaga burilmaysiz, chap qo'lga birinchi ko'chaga burilganingizda mana shu joyimiz zudlik bilan sotilyapti. O'sha aytganimizdek narxini ancha arzonlatib, 25 ming dollar arzonlatib sotuvga qaytadan qo'ydik. Mana ulgurib qolinglar. Like bosib, barcha yaqinlarga yuborib qo'yinglar. Ushbu ma'lumotimiz YouTube kanalda to'liq bo'ldi. O'ylaymanki, hozir mana yana bu tomonda ham yana joylari bor edi, ko'rsatib o'tay. Mana akamiz aytishyapti, bu yerda ham hammom, hojatxonalari bor ekan. YouTube'da mana to'lig'i, YouTube'da baribir bemalol o'tib, kirib ko'rsangiz bo'ladi. Mana hojatxonalari, mana bu tomonlari yana anorli ko'cha, mana daraxtlarning nimasi tomirlari mana. Mana qo'yxona, katakxona hamma yoqlarigacha bor ekan. Og'ildi mana o'sha yaqin 15 metrga 2 etajli og'illari mana ko'rdilaring. Like bosib barcha rishtoniylarga yuborib qo'yinglar. Mana bitgan, tayyor, yashashga tayyor hol. Endi to'g'ri, rasxod bor. Endi olgan odam o'zini didiga moslab berishadi. 75.500 dan o'tib beramiz deyapti. Yana kelishib, kelishsalaring, akamiz yaxshi inson, kelib ustida gaplashsalaring, yana ham bir yo'l yo'rig'ini qilib berishadi. Hammalaringga kattakon rahmat.